Motivatsiya – harakat boshlanadigan nuqta. Natija esa sabr bilan keladi. O'zingga ishonganing sari yo'ling oydinlashadi. Katta yutuqlar kichik, ammo uzluksiz qadamlar bilan boshlanadi. Bugun qilgan mehnating ertangi g'ururing bo'ladi. Orzular faqat xohish bilan emas, harakat bilan amalga oshadi. Qiyinchiliklar seni to'xtatish uchun emas, kuchaytirish uchun beriladi. O'zingni yenggan kuning eng katta g'alabang bo'ladi. Bahona izlash emas, yechim topish seni oldinga olib chiqadi. Har tong yangi imkon, uni qo'ldan boy bermagin. To'xtama, chunki eng qiyin qadam oxirgisi yaqin bo'ladi.